Qo'limdagi mahsulot nima mahsulot ekan deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Nima mahsulotligini sizga tushuntirib o'taman. Amir sutli ulun ko'k choy. Menimcha bu ko'k choyda ko'pchilik mijozlarimiz xarid qilib ichib ko'rishgan. Bilmaganlar diqqat bilan eshitinglar. Bu choy juda ham zo'r xususiyatga ega. Bitta ichganingizdan keyin bu haqiqiy insonni butun vujudidagi gaplarni chiqarib beradigan choy. Rost gapiradi. Ko'rganmisiz kino? Choy quyib beradi, choy ichgandan keyin rost gapiradi. Xuddi shu choy ichgandan keyin haqiqatan ham rost gapiradi. Mana shu yerda yozug'i bor, nima xususiyatlarga egaligini men imkon qadar rasmga olib qo'yib qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Bu choy eng asosiysi insonda yuz terisiga foydasi bor va pochkani tozalaydi, shuni bilib olinglar. O'zi aslida ko'k choyni ko'proq ichgan foydasi bor deyshadi. Bu undan ham kuchliroq. Ichasiz, hojatga yugurasiz, pochkani tozalaydi, yuz terisini tiniqlashtiradi. Ikkinchidan. Uchinchidan, oshqozoningizni tozalaydi. Va bunga hozir men gapiradigan bo'lsam, juda ham vaqt yetmaydi. Videoni qisqa qilamiz. Keling, xarid qiling, shu choyni oling. Yaqin do'stingizga bering, ichidagi gaplarni biling. Zo'r choy. Ichasiz, o'zingiz tushunib olasiz. Shunaqangi yengil his qilasiz bu choyni ichgandan keyin butun vujudingiz bilan, men sizga tasvirlab bera olmayman. Butun vujudingiz bilan o'sha yumshoq holatda bu choyni ichib osmonlarga uchib yurasiz. Bizga qo'ng'iroq qilinglar. Narxini kommentda Amir deb yozib qoldiringlar, men narxini sizlarga aytaman. Narxi qimmat emas, hozirdan 50% skidkada men sizlarga qilib beraman. Bu choyni ichgan odam juda ham yaxshi biladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Kimda nima reklama xizmatlari bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Ishingiz bitgandan keyin siz bilan hisob-kitob qilamiz. Ishingiz bitmaguncha reklama xizmatlariga pul olmaymiz. Salomat bo'linglar.